Алдыңғы hafta Yaponiyaning tashqi ishlar muavin ministri Arfiya Eri Turkiya ziyoratida bo'lib, Turkiy Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Qubanichbek Umiraliyev bilan ko'rishgan edi. Yaponiyada ministrlik vazifasini o'tayotgan Arfiya Erining Uyg'ur bo'lganligi Turkiy Davlatlar Tashkilotining samiga hala bugungi kungacha nazardan soqit qilayotgan va Xitoyning irqiy qirg'inchiligining qurboniga aylanayotgan Uyg'urlarni salmasligi mumkin emas edi. Arfiya Erining bu qitimqi Turkiya ziyorati Türk dunyosiga Uyg'urlarga o'gay bola muomalasi qilma deydigan kuchli bir mesajni berganligi aniq. Turkiy millatlarning yiltizini Uyg'urdan ayirib qarash, Türk dunyosini Uyg'ursiz tasavvur qilishning mumkin emasligi hammaga ayon bo'lsa-mu, afsus Uyg'urlar bugun irqiy qirg'inchilikning dard alamlaridan sirt butun dunyoda, jumladan islom va turk dunyosida yetimlikning azobini eng qattiq tortayotgan mazlum xalq bo'lib qolmoqda. Bugun turk dunyosida Turan birligi, Turkiy davlatlar birligi, Xalqaro Turk madaniyati tashkiloti, Türk Devletleri Teşkilatı degandek namlarda Türkiy milletlerinin kelechigi uchun faoliyat qilayotgan qancha o'nlagan tashkilotlar bor. Biroq ularning orasida Uyg'urlar yo'q. Ay yulduzliq ko'k bayroq yo'q. Mustamlika ostidagi Sharqiy Turkistonning dardiga ko'ngil bo'lguchi Turkiy millatlarning sonining barg'ansir ko'payishiga qaramay, muajiratdagi Uyg'urlarning Türk dunyosi tashkilotlari tarafidan yaklanishidek bu ochiq reallik Uyg'urlarni uzundan buyon ig'ir darajada parishon qilmoqda. Mana bu xususdagi bir yozma Uyg'urlarning yurak nidosi sifatida Turkiya taratqularida 6 avgust kuni takror o'tirib qo'yildi. Turkiyadagi Tamg'a Türk mediasida e'lon qilingan Türk dunyosi tashkilotlari nazardan soqit qilayotgan Uyg'urlar. Go'shtni tirnoqdan ayirg'ili bo'lamdi nomli bu yozmani Uyg'ur tadqiqot markazi hozirlagan bo'lib, Türk dunyosining o'gay o'g'liga aylanib qilayotgan Uyg'urlarning hasratini va tilaklarini ilmiy ravishda bayon qilib o'tgan. Maqolada Mahmud Qashqariyning ta'biri bo'yicha Göç bilen tırnaqdak ayrılmaz bir gevde boğan Türkiy milletlerinin ötmişi ve bugünü esletilip, bu Türk dünyasıga vekillik qilayotgan bazı teşkilatlarının Xitay korkusu, iqtisadi ve siyasi menfaatler üçün Uyg'urlarni yaklayotganligi, qurban qilayotganligi tanqidlangan. Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdullakim İdris Efendining bu haqdagi qarashlari mundaq. Biz Şarkı Türkistanlıkla buluş süpütümüz bilen, yani bizden tarihi, medeni, dini, coğrafiyavi karındaşlarımız boğan Türkiye Cumhuriyetle ve Türkiye karındaşlar arasındaki birlik eline vatkan kademlerini yakından küsüp kilovatımız. Bu Türkiye Halklar Otoritesideki hemkarlıkla 1993 yılda kurulgan Halkara Türkiye Medeniyet Teşkilatı Türksoy, 2009 yılı kurulgan Türkiye Telesözlüğü Devletler Hemkarlığı, 2021 yılı kurulgan Türkiye Devletler Teşkilatı TDT'nin tesis kılınışı ile birge Türkiye Akademiyası, Türkiye Medeniyet ve Miras Vakfı Katarlıklarınınki kuruluşu ile birge ilgilep gelmekte. Mezkur teşkilatla Türkiye halkla kullanılan ortak yazıkını Uygurlarsız tüzüp çıktı. Biz Türkiye halkla tarihine qarısak, Uygurlarınki meyli yazık cihetten, meyli medeniyet cihetten koşkan töhbüllerinin mühürlengenliklerini görürüz. Bununla uluq atımız Mahmud Qashqariyninki Divanı Logatı Türk eseri şahit bolup turuptu. Bu teşkilatlarının yığılışlarına 6 Türkiye devletlerinden başka Şimali Kıbrıs, Rusya Federasyası təbəligidiki Tataristan, Başkurdistan, Altay, Yakutistan, Tuva ve Hakasya Cumhuriyetleri, Moldavya təbəligidiki Gagavuzla küzetküçü statüsü bilen katlaşıp gelmekte. Uygurlar bolsa tamamen bu yığılışlarda unutulup kalmakta. Biz bu makalemiz arkalık mezkur kuruluşlarga, muassislerge, teşkilatlarga Uygurlarga yetim balası muamele kılmaslıgını eskertişilen birge
haqiqiy Turan birligining Uyg'urlarsiz bo'lmaydiganligini xotirlatmoqchimiz. Türk dünyasida Uyg'urlarni qo'llash qizg'inligini yanama urg'utish. Türk dünyasının Uyg'urlarning mustaqillik ko'rishiga yor yo'lakda bo'lishini qo'lga keltirish uchun har qaysi ellardagi Uyg'ur faoliyatchilariga o'xshash Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Rushan Abbas xonim va Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdullakim İdris efendilermi yillardan buyon faol harakat qilmoqda. Ular har qaysi Türkiye Cumhuriyetlərdə turli faoliyatlarni uyushtirib, vatan ozodligi yo'lida imkoni yor bergan doirada tirishchanlik ko'rsatib kelmoqda. Tang atmaydigan kecha, yiqilmaydigan imperiya yo'q degandek, tarixida qanchalagan buyuk davlatlarni qurib saltanat surgan Uyg'urlarning hamon bir kuni mustamlika hayotiga xotimi berib, Türk dunyosining hayati kuchiga aylandiganligida ham gumon yo'q. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Rushan Abbas xonim va Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdullakim İdris efendiler 18 avgust New Yorkning Long Island'da o'tkazilgan Amerika parlament a'zosi Tom Suozzining tug'ilgan kuni murosimiga qatnashdi. Parlament a'zosi ham Amerika Kongressi Uyg'ur do'stlik jamiyatining qo'sh raislaridan biri bo'lgan Tom Suozzi kishilik huquq, erkinlik va demokratiyaning tavranmas tashabbuschisi bo'lib, Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoyning jinoiy javobgarligini surishtirish maydonida qat'iy ching turib kelgan yaxshi bir Uyg'ur do'stidir. Bu marosimda ular yana Avam palata a'zosi, Demokratlar partiyasi Kaukes bo'limining raisi, davlat majlisi a'zosi Peti Avila qatorliqlar bilan ko'rishdi. Uyg'urlar masalasini Türk dunyosida kun tartibga keltirishda aktiv rol o'ynayotgan Uyg'ur tashkilotlarining sarxillaridan biri Uyg'ur akademiyasidir. Uyg'ur akademiyasi Amerikadagi faoliyatlardan tashqari Turkiyaning Anqara shahrida ta'sirli bo'lgan turli faoliyatlarni uyushtirib, Turkiy xalqlar orasida Uyg'urlarning tarixi, tili, dini, madaniyati va urf-odatlarini jonliq tanishtirib qolmay, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Türk dunyosiga anglatish yo'lida yillardan buyon zo'r fidokorlik ko'rsatib kelmoqda.